E'tibori 40 daqiqa ushlash uchta texnikasiga keladigan bo'lsak, o'zi e'tibor eng ko'p 8 daqiqa turadi. Shuning uchun reklama roliklari 8 daqiqadan ko'p bo'lmaydi. Birinchi navbatda agar darsni boshidan oxirigacha bitta savol bilan ushlab turmoqchi bo'lsangiz, u savolingiz katta hajmli, ko'p vaqt o'ylanadigan bo'lishi kerak va ular uni javoblarini topish uchun o'sha sizni darsingizdan foydalanishga majbur bo'lishi kerak. Darsingiz davomida shu javobga yaqinlashib kelaverish kerak. Ikkinchi narsa, xohlasangiz xohlamasangiz bola 40 minut bir joyda o'tirganda tanani o'zi ham ma'lum bir miqdordagi energiyani saqlab qo'ygandan keyin charchaydi va u charchagan tana energiyani ekonom qilish uchun miyasini o'chirishga boshlaydi. Bu xohlasa xohlamasa boshqa qiziqarli narsaga o'tishi yoki zerikishga sabab bo'ladi. Shuning uchun siz bolalarga ma'lum bir vaqtdan keyin mikro ekzamenlar qilishingiz kerak. Ayrim narsani o'rgatdingiz, kichkinagina ekzamen. O'shaning ichida 4 ta 5 tasiga baho qo'ydingiz. Va hokazo va hokazo va hokazo. Bu o'sha dars vaqtida ular bir mavzuda faqat yozish yoki o'qish yoki chizishdan emas, ma'lum bir masalalarni yechishda boshqacha chalg'ib turadi. Va uchinchisi, bolalarning joyini o'zgartirish. Eng ko'p foyda keltiradigan narsa, masalan, 4 ta odam shu yerda o'tirgan bo'lsa, ularni boshqatdan taqsimlab, ma'lum bir gruppalarga ajratib olib, kichkina vazifalarni unga berish. Masalan, 20 minutda bir marta qilsangiz, 2-3 minut uchun yoki 5 daqiqa uchun ular turib yurib joyini o'zgartirganda baribir ozgina qon aylanadi, sizni qilayotgan ishingizga ozgina bo'lsa ham e'tiborni qaratadi va diqqatini jamlab turishi oson bo'ladi.